Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Savolim bor edi, sizga qarang. Shu SNR zonani aynan qaysi joydan oldingiz? Narx yorilishiga oldim aka, narx tushishiga past bo'lsa SBR qilib olaman. Narx yorilsa, yorilmasa hech qanaqa zona olinmaydi. To'yingiz qanaqa? Masalan, mana deylik bizada kelyapti, mana bizada kelyapti. Narx yorilsa keyin bu zonani olaman. Lekin narx yorilmayapti, mana bu yerda turibdi bozor. Yo'q, bu yerda hech qanaqa bay ham yo'q, sel ham yo'q. Mana buni yorsa keyin bayga qiziqib ko'rishim mumkin. Bu ham qanaqa kichkina time frame ga o'taman. Yorgan bo'lsa, support обновление bo'lmasa keyin bayga qiziqaman. Yo'qmasam o'zimdan o'zim qiziqmayman. Faqat 3 dan olasizmi? 3 ta zonam bor. Boya sizga ko'rsatdimmi? High, middle, last. O'sha 3 ta zonada mana shu obrazat chiqsa keyin kiraman. Stopim o'sha eng birinchi sindirganni pastida. Ha, tushunarli. Rahmat. Eng yaqin qarshilik zonasida chiqib ketaman. Boshida birinchi dars boshiga kimdir esida bo'lsa, aytdim, narx ko'tarilyapti, qarshilikka uchrab tushdi. Tushyotdi, qo'llab-quvvatlash kuchlarini ko'tarildi. Isroilga savol bor edi. Labay aka. Zona borda, support bilan resistance bor. Misol uchun supportga ketdi-da narx. Yorgan qilsa, resistance zonagacha ushlaysizmi? Ha? M1 da ham shunaqa qildik-ku aka. Yo'q, misol narx yorib chiqmasa, flat yuribdi bozor. Flat yuribdi, support. Nima ushlamayman? Agar support qanaqa pastga silga tasdiq bo'lmasa, nima bayga ushlashim kerak? Yormasa-da, misol uchun zona. Bo'ldi, ushlayman aka. Ushlayman. Unga endi boshqa sistema ham qo'shiladi. Shag'amni o'ziga liniya tortiladigan narsalar bor. Shag'amni o'ziga kiriladi-da, u payt. Shag'am bitta impulsida chiqib ketaverasiz. Stop o'sha shpilkani pastda bo'ladi. Как положено, kamida 1 ga 3, 1 ga 4 satnashenda yurib beradi. Demak, siz bozor flatga tushganda ham ishlaysiz-da, shunaqa. Bu holatda sotib qilish kerak. Men boya sizlarga korobkani bekorga ko'rsatdimmi? Tillada eng ko'p bo'ladigan narsa. Korobkani ko'rsatdingiz, korobkani yorib chiqqanda ishlanishini aytdingiz, korobkani ichida ishlashni aytmadingiz. Assalomu alaykum aka. Hozir tepadan siyla deb. Yo'q, boshini kira olmadim-da, boshida bir 20 minutni shunaqa kira olmadim. Qat'iy hozir. Agar qaytsa mana, okey? Men sizga aytdim, korobka o'tdim, tepaga yoryapti, pastga slom bo'lyapti, keyin kira olmadim. Mana o'rtasida ham ishlayapmiz, qo'pol qilib aytganda. Bekzotiga uni aytmayman. Mana qarang, hozir korobkaga oldingizmi? Mana korobkani ichida davomli. Flat holatidami? Da. Xo'p, flat holatida agar misol uchun kim sizga garantiya beradi, to'shda o'sha joydan bay ketishiga yoki sil ketishiga? Mana shu yorgan qilsa demoqchiman-da, o'sha korobkani ichida. Xo'p, yorgan qilsa korobkani ichida o'sha flatga kelib qoladi-ku. Ko'p yurib bermaydi demoqchisiz-da. Yo'q, endi mana bunaqa narsa yurib berishi mumkin agar shag'amni tasdiq sifatida ishlatsangiz. Shag'amlar bor, spesialniy, o'sha joydan kirsangiz keyin yurib beradi. Lekin struktura bo'yicha kiraman desangiz, flat holatda обязательно yorish kerak bir tomondan. Tushunarli. Men sizlarga aytaman, primoy efir boshida biz mana zonadan kirganmiz. Birinchisi 70 pips bo'lyapti, ikkinchi bizda entry ko'rsatilgan nuqta nima bo'lyapti? U ham salkam 70 pips bo'lyapti. 140 pips efir o'zida konkret zona bor. Bay ishlagan bolalarni ham ko'rsatdim. Masalan, videoda qanaqa nima o'zingizlar ko'rdinglar. Men birinchisida ishladim. Bular ikkinchisida ham ishladi. Prosta ikkinchisida biz sizlar bilan gaplashib qolib ketdik-da. Isroilga mana shu tozda ham anaqa flat tozda turibdi-ku bozor. Siz kirgan joyingiz qarang. Xo'p. Men kirgan joyim betda aka. Betda bolalar. Xo'p, flat holatida emas, aka, men aytdim, nima bo'lyapti? Bizda M5 da mana bu narsa bor-ku. Mana kichkina time frame bo'lgani uchun shunaqa ko'rinibdi-da menga. Men aytdan ko'ryapmiz. Yorib bo'lgan ekanda shunda. Shu, okey, o'zi bozorga to'g'ri time frame bo'yicha kirsanglar bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas sizlarga. Yo'q, men hozir kichkina time frame turganda shunaqa ko'rinayotgan ekanda, flatda turganga o'xshab ko'rinayotgan. Asosan qanaqa strategiyalar ishlatasiz uzrda? Kim, menmi? Siz. SNR, MSNR, Master Key Fibo, Candle numerologiya oqimga qo'shilish, ildiz ostida matematik sarf hisobi bor, spetsialniy gradusga qo'shiladigan lineyka bor, o'shani ishlataman. Aka 100% mana hammasini ishlatasizmi? Shuncha narsa bilim bor, boshingiz og'rib ketmaydimi?
Siz profitni ko'rmadingiz aka? Hozir qo'shildimda. Birinchi kun bankka borganda hammasi esdan chiqib ketadi aka. Men hozir qo'shildim bu kanalga. Bo'ldi, hozir. Hozir hamma shotlarni bitta rezultatlarini ko'rsatib oling. To есть 3 ta shot ko'rsatdim, 3tasidan hammasida foyda yopilgan. Eng qiziq hammasi bir hafta boshqarilgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Misol uchun muammosi yo'q. Любой holatda, любой joyda savdo ham ko'rsatib beraman. Misol uchun rezultatdan muammosi yo'q. Aka aytayotdilar, misol uchun shuncha strategiyani ishlata olasanmi? Okey, shuncha strategiyani ishlatganim uchun ko'proq foyda bo'ladi. Nega? Chunki bozorda ko'pchilik учитывать qilmagan joyini учитывать qilamiz. O'sha payt ozgina yurishga bo'lsa ham qo'shilib olish kerak. Dalga srokka ham bor, средний srokka ham bor, kichkina time frame ham bor. Hozirlar kichkina time frame ko'rsatdim. Bu narsani katta time frame tasdiq bilan ishlatsangiz ham bo'ladi, muammosi yo'q. Hozir keyingi akamiz menga matematikani aytdilar. Tak, bizda nima bo'ladi? Bizda zona bor, maksimalniy minimalniy tsena bor. Olamiz, maksimalniy minimalniy tsenani olamizda. Kalkulyator bor. Kalkulyatorda bizda hisoblaymiz. Misol uchun mana любой bitta zonani oldik. Tam допустим hozir birinchi bizga hozir mana bu zonani eng pastini hisoblaydi bitta. 300 tak. 316. Qo'sh ostiga olaman, bizda son chiqadi. Xo'p, sonni nima qilaman? Men bunga gradus qo'shaman. Qanaqa? Misol uchun Willing Gunni, misol uchun graduslari bor. O'zingizlar bilasizlar, Gunni setka deyiladi. Kimdir qanaqa ishlatsa qizig'i yo'q. Misol uchun o'sha narsasi bor. To есть men gradus. To есть bozorni sirkul chizib olasizlar, gradusga bo'lib. Bu gradus biz uchun nima? To есть bizda optimalniy secheniya bo'ladi. Kimdir geometriya o'qigan-ku maktabda. O'sha geometriya o'qigan secheniya bo'layotganda, именно o'sha secheniyadan qanaqadir slom bo'lishi mumkin. Xuddi misol uchun bisektrisani bilasizlarmi? Все углы равны degan narsalar bor. Endi misol uchun maktabda geometriyani kim zo'r o'qigan bo'lsa, o'sha narsa. Просто bu qo'shimcha ta'sir. Xuddi ana misol uchun inson o'zini aqlli ko'rsatkichi keladi, nimadir bo'ladi-yu. Tipa matematika sarf hisobi tomonidan qo'shimcha tasdiq, strategiya emas, qo'shimcha tasdiq. Men sizlarga aytaman. Xo'p, bunga men gradus qo'shaman. Misol uchun agar bayga bo'ladigan bo'lsa, plus hisoblayman, selga bo'ladigan bo'lsa, minus hisoblayman. Xo'p, mayli, ketdi. Qo'shaman. Qo'shganimdan keyin buni x2 ga ko'paytiraman, sonni chiqyapti. Bo'ldi, 3043 son chiqyapti. Xo'p, endi sizlar bilan o'lchayman. Pastaydi. 3000 bizda misol uchun nima bor edi? 3000 qana 16. Men bitta hisobladimmi? 3043 bo'lsa 3021. 3016 dan bizga bayzona bor edi. Xo'p, 3021, 3043 da bizning nima ekan? Bizda qo'pol qilib aytganda vojib tepa bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, lekin mana bunaqa narsada, okalar, bu joyga chiqquncha necha kun o'tadi, nimadir bo'lib qolishi mumkinmi? Misol uchun tam force majeure holati yoki nimadir. To есть men bilaman, округлённый точно o'sha joygacha bayga tasdiq bo'lsa, o'sha joyga tushab turishi mumkin. Men bekorga slom strukturani ko'rsatmadim. Agar har bitta qanaqadir slom menga nito bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, men savdodan chiqib ketaman. To есть men o'zimga tegishli garantiya pipsovka zonamni olaman. Bo'ldi, qolgan sel bezubitga qilib qo'yaman, ketsa ketursin, tushsa tushursin. Просто matematik zona, просто bu katta beylik time frame da hisoblab ko'rsatdim. Bu narsani kichkina time frame ham bor. To есть ana misol uchun tam M5, M15 ishlayotgani bor. To есть tezda shpilka tashlab beradi o'sha joyda. Tipa o'sha joyda save qilib ketaverasiz. Xuddi ana misol uchun nima narsa bo'ladi? Tam bitta zona bor, bitta zona bor. O'rtada yuribdi, slom beryapti. Siz bilasiz, men pastgacha zona kelishi yo'q. Slom beryapti, tepadagi zonaga chiqishi mumkin. Xuddi shu narsani to есть ana nima bo'ladi? Analogi bor. Qanaqa? Numerologiya. Boshqa zonadan zonagacha yurishi. Hammada har xil. Misol uchun bozor bir xil. Bitta narsa aytaman, tam bozorda kosmos yo'q yoki misol uchun nima? Saturn degan narsalar yo'qda, bozorda nima bor? Narx bor. Xo'p, narx yorilyaptimi? Bizga tasdiq bo'lyaptimi? O'sishiga bo'ldi, kiring o'sishiga. Kim xalaqit beryapti? Kim qo'lingizdan ushyapti? Risk o'zingizni bo'yingizda. Boyaga o'rgatgan 1% ga amal qiling, bo'ldi, qizig'i yo'q. Pul olib chiqib ketasiz. Narx tushayotgan bo'lsa, hech qanaqasiga nima bayga kirish hojati yo'q. Nega? Chunki ko'ryapsiz, ko'zingiz bilan tushib yo'q. Xuddi boya 380 pips oqib keldi-ku. Rosa bayga kirganlar nima bo'ldi? Har xil zonalarni olib tashab, bitta narsa, zonani o'shin uchun limit qo'ymaydi oldindan. O'shin uchun zonani belgilab qo'ymaydi. Zonani просто ko'riladi, tasdiq bo'lsa keyin kiriladi. Просто ani zonani belgilab qo'y, bo'ldi, keldi, сразу давай enter degan narsa yo'q. Tasdiq konkretno любой sistema bo'yicha tasdiq bo'ladi o'zini. Даже M1 da ham tasdiq bor. Shag'am bo'yicha ham tasdiq bor. Shag'am bo'yicha tasdiq bo'lsa keyin kiriladi. Yo'qmasa o'zini o'zi kirib ketilmaydi.